Orol bo'yida ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha olib borilayotgan ishlar xususida bugun gaplashamiz. Ayanchli raqam borki, bir kunda 1 kvadratdan 3 kvadratgacha bo'lgan hudud cho'llanish hududiga kirib boryapti O'zbekistonda. Ular biladi tejash kerakligini, lekin O'zbekiston miqyosida amalga oshiradigan bo'lsak, bu jarayondan o'rganadiganimiz ko'p bo'ladi. Qoraqalpog'istonda har safar borganimda yig'lab qaytganman-da, chunki yo'llardagi o'sha changlarni ichida yurganmiz, og'zi burnimiz qum bilan to'lgan joylarni ko'rganmiz. 20% bu 38 million aholi yashaydigan davlat uchun juda ham kam hisoblanadi. Assalomu alaykum. Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok-shousi efirda. Orol bo'yida ekologik vaziyatni yaxshilash bo'yicha olib borilayotgan ishlar xususida bugun gaplashamiz. Biz boshladik. 20-asrning ikkinchi yarmidan O'zbekiston Respublikasida ekologik vaziyatni yomonlashuvi kuzatilgan. Xususan, hududlarda cho'llanish darajasini ortib borishini barchamiz guvohi bo'lganmiz. Xususan, suv muammosi, Orol dengizini suvga tanqisligi va shu bilan birgalikda uni hajmini, ko'lamini kamayishi, ekologik vaziyatni barqarorlikdan chiqib ketishini o'zimiz guvohi bo'ldik. Bu esa ko'pgina hududlarda ekologiyaning buzilishi natijasida turli xil kasalliklarni kelib chiqishi, qolaversa o'sha bizdagi qishloq xo'jalikdagi unumdorlikni pasayishi va shu bilan birgalikda bizda nafaqat siyosiy, balki ekologik muhitni nazoratdan chiqishi kuzatildi. To'g'ri aytasiz, shubhasiz, Orol dengizi bu Markaziy Osiyoning eng katta va eng yirik tabiiy boyligi edi. Ming afsuski, Orol dengizi qurib qoldi. Biz demak soha vakillariga savol beramiz. Xo'sh, O'zbekistonda cho'llanishni oldini olish orqali ekologik barqarorlikni qaytarish va ta'minlash imkoniyatiga egamizmi? Xullas, savollar ko'p. Mana shu savollarga ekspertlarimizdan javob olamiz. Avvalambor, men o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman bugungi ko'rsatuv uchun, chunki suv masalasi, umuman qurg'oqchilik masalasi bugun juda ham dolzarb. Bu nafaqat O'zbekiston miqyosida, balki butun dunyo hamjamiyati bu bo'yicha juda ham katta bong urayotganligini aytishimiz kerak. Shu o'rinda bugungi kunda O'zbekistonda o'sha cho'llanishga qarshi, umuman qurg'oqchilikni oldini olish bo'yicha ham juda ham katta ishlarni olib borilayotganligini aytishimiz kerak bo'ladi. Agar ichki siyosatimizni qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda o'sha suvni tejab ishlatish, umuman o'sha bizni ikkita daryomiz, Amudaryo va Sirdaryoni o'sha bizani O'zbekiston hududidan o'tib borayotgan joylarda suvga bo'lgan tanqislik masalasi bugun juda ham dolzarbligi va o'sha betonlashtirish, ariqlarni betonlashtirish, tomchilatib, qishloq xo'jaligida tomchilatib sug'orish masalalariga katta urg'u berildi. Tashqi siyosatda esa bu shu siyosatni amalga oshirishda prezidentimizning tashabbusi bilan 13 ta rezolyutsiya qabul qilindi. Har bitta rezolyutsiya o'sha prezidentimizning tashabbuslari bilan, takliflari bilan bo'lgan rezolyutsiya. Eng asosiysini aytish kerakki, Orol dengizi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e'lon qilish ham davlatimiz rahbarini tashabbuslari bilan bo'ldi. Bunda o'sha xalqaro hamjamiyatni Orolga qaratish va u yerda transfond tashkil qilish. Men shu o'rinda bitta fakt aytmoqchiman. Odamzodda shunaqa narsa borki, qachon biz biror joyga investitsiya olib boramiz, agar o'sha yerda ishonch bo'lsa, o'sha investitsiya to'g'ri, maqsadli foydalanilayotganini ko'ra olsakki, o'sha yerga biz investitsiya qo'yamiz. Va bugun baralla aytishimiz mumkinki, butun dunyo, butun hamjamiyat Orolga qilinayotgan, Orolga berilayotgan investitsiyalarni, o'sha mablag'larni to'g'ri va ratsional foydalanilayotganligini ko'rib turgani uchun ham bugun Orolda mana shunday katta fondlar, jamg'armalar faoliyat yurityapti va bugun aytishimiz mumkinki, o'sha Orolni qurigan tubida 2 million gektarga yaqin joyda yashil qoplamalar bo'ldi. Men kuni kecha o'zim Orol tubiga borib keldim, o'sha o'rmonchilar bilan uchrashdim.
o'sha Ustyurt platasi orqali Orol dengizini o'zigacha yetib bordim va bu yerda o'rmonchilar umuman prezidentimizni odilona siyosatlari orqali qilinayotgan o'sha yerda yashil makon bo'yicha amalga oshirilgan ishlarni baralla tahsinga loyiq deb aytishimiz mumkin bo'ladi. Orol dengizi qurigan tubida Orol qum deb nomlangan katta bir cho'l paydo bo'ldi. Bu cho'ldan atmosferaga millionlab tuz changlar atmosferaga ko'tarilib minglab kilometrlargacha yetib bormoqda. Va bu aholi yashash sharoitini qiyinlashtirmoqda. Buni oqibatida yurak qon tomir kasalliklari, onkologik kasalliklar va boshqa nafas yo'llari kasalliklari avj olmoqda. Ishsizlik jarayoni juda ko'paydi va migratsiya jarayonlari tezlashib ketdi. Bularni oldini olish maqsadida bugungi kunda albatta turli tashkilotlar bu yerlarda yashil qoplamalar, o'rmonlar barpo etish uchun turli ilmiy ishlar olib bormoqda. Shu jumladan O'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot instituti ham ko'p yillardan beri Orol dengizi qurigan tubida ilmiy tajribalarni o'tkazib kelmoqda. Davlat dasturi haqida gapiradigan bo'lsak, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Orol hududiga tashrifidan keyin 18-yilda bu Orol bo'yida o'rmonlashtirish ishlarini boshlagan bo'lsa, 2025-yilga kelib 2 million gektar maydonlar o'rmon bilan qoplangan bo'lsa, O'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot instituti olimlari tomonidan ishlab chiqilgan tavsiyalar asosida ushbu ishlar amalga oshirildi. Chunki u yerga hamma o'simlik ham bo'lavermaydi, tuz bor, u yerda o'sha ko'karib ketadigan o'simlik ekish kerak. Buning uchun ilmiy tadqiqot olib borish kerak shubhasiz va tajriba ham almashish kerak, to'g'rimi? Rivojlangan boshqa mamlakatlarda. Albatta. O'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot institutida olim Novitskiy Zinoy Bogdanovich boshchiligida ko'p yillardan beri ilmiy ishlar olib borilmoqda. Bu yerda sharoit juda qiyin, sho'r tuproqlar, shunaqa. Orol bo'yi yoki Orol dengizi qurigan tubi tuproqlari respublikada deb aytmaymiz, butun dunyo bo'yicha bitta desak ham bo'ladi. Chunki bu tuproqlar bilan boshqa cho'llarning tuproqlarini solishtirish imkoni yo'q. Bu yerda gips tuproqlar bor, juda sho'r tuproqlar bor, o'rta sho'rlangan tuproqlar. Bu sharoitlarda o'simliklarni o'stirish juda qiyin. Albatta, bu juda ham katta ulkan ishlar. Xususan bizga ma'lum bo'lishicha, bugungi kunda mana shu yangi, ya'ni cho'llangan yerlarda, ya'ni qiyin yerlarda o'sish uchun moslashtirilgan o'sha o'simliklarni, daraxtlarni ekish bo'yicha Xitoy davlati tomonidan moliyalashtirish ham yo'lga qo'yilgan va aynan mana shu Xitoy bilan, ya'ni Xitoy tajribasi misolida, demak Xitoydan qandaydir bir o'simliklarni olib kelishi, ularni bir bizni muhitga moslashtirish holatlari ham amalga oshirilayotgan ekan. Men savolimni sizga bermoqchiman. Xususan biz hamma o'simliklarni faqatgina chetdan xarid qilib emas, balki aksincha o'zimizni o'simliklarni ham moslashtirish imkoniyatiga bugun egamizmi? Yoki faqatgina biz o'rganib qolgandek saksovul yoki shunga o'xshagan demak yarim cho'nlangan yoki yarim sho'r yerlarda o'sadigan o'simliklarni faqatgina rivojlantiryapmizmi? Hozir biz muhokama qilayotgan Orol hududida cho'llanishni oldini olish faqat agrotexnik loyiha emas, bu yirik inson kapitali menejmenti. Bu menejmentni to'g'ri yo'lga qo'yadigan bo'lsak, natijaga erishamiz. Birgina misol ayta olamiz. Saksovul, qarabaraqlarni ekishda mani tadqiqotim emas, bu tadqiqot Orol bo'yi bo'yicha innovatsion markaz aytgan. Cho'llanish zonasida bularni o'zini tutib ketishi 35-40% ga. Yerlarni cho'llanishi natijasida. Agar biz bunga gidrogenlar, o'sha jarayonda ishlaydigan inson kapitalini o'qitish orqali gidrogenlar, o'sha kimiyani qo'shadigan bo'lsak, u jarayonda ko'tarilish 55-60% gacha daraxt, o'sha bizani saksovullarimiz tutish imkoni bor degan. Demak, bizga bugungi kunda bu signal, Orolni yo'qotishimiz bu signal, biz faqatgina suvni, elektr energiyani tejab emas, karbon izini yo'qotish. Masalan, mashina, elektrokarlardan foydalanish deb aytyapmiz, bu jarayonda hammani tafakkuri kerak bo'ladi. Ekologik tafakkuri. Ekologik tafakkurini yaratish uchun o'zbek modeli kerak bo'ladi. Yashil inson resurslarini boshqarishda. Bu jarayonda Orol bo'yi hududi aholisi buni tushunadi. Suvsizlikni ko'rgan,
ular biladi tejash kerakligini, lekin buni O'zbekiston miqyosida amalga oshiradigan bo'lsak, bu jarayondan o'rganadiganimiz ko'p bo'ladi. Bunga sal kechroq harakat qilmayapmizmi? Nega deydigan bo'lsak, bugungi kunda agar biz avvaliga inson kapitalini o'qitib, menejmentni yo'lga qo'yib, buni xalq orasida targ'ibotini boshlab, keyingina o'sha o'rmonlarni cho'l hududlarda barpo etishga kirishadigan bo'lsak, yana bir 10 yil yo'qotamiz-ku. Demak, buni mexanizmini to'g'ri aytyapsiz. Lekin keling, men sizga qarama-qarshi savol bermoqchiman. Bugun aynan mana shu siz aytayotgan yo'nalishda qanday ishlar amalga oshiryapti yoki bu faqatgina qog'ozda hozircha loyihami? Yo'q, bu qog'ozlardagi raqam emas. Bu bo'yicha O'zbekiston o'zini qadamini qo'ygan. O'zbekiston 2030 strategiyasida prezidentimiz belgilab bergan. Har bir fuqaro barqarorlikni ta'minlash bo'yicha o'zining tashabbusini va o'zini contribution, o'zini hissasini qo'shishga imkon yaratilgan. Bu bo'yicha xalqaro loyihalar, mana o'rmon xo'jaligi misolida Orolbo'yi bo'yicha innovatsion xalqaro markazini o'zida xalqaro tashkilotlar bilan, birgina Yaponiya davlati bilan birgalikda loyihalar amalga oshirilyapti. Bu bo'yicha qadamlar qo'yilgan, lekin buni ilmiy tomondan asoslab va buni ko'rsata olishimiz bugungi kundagi ilm ahli, shu soha bo'yicha barqarorlik bo'yicha o'zini ilmiy ishlarini olib borayotgan ilm ahlini zimmasidagi vazifalar deb bilaman. Albatta, shubhasiz bunga ilmiy nuqtai nazar bilan yondashilmasa natijaga erishish qiyin. Nafaqat bugun Orol dengizini qurishiga, qishloq xo'jaligiga, o'simlik dunyosiga bugun ilmiy nuqtai nazardan yondash talab etilyapti. Bugun Arunda Danax, ya'ni o'sha gigant qamish haqida gap ketyapti. Ya'ni saksovul daraxtidan, saksovul o'simligidan tashqari bugun mana shu gigant qamishni ham ekish yo'lga qo'yilayotgan ekan. Bu qanday samara beradi va uni foydali jihatlari nimalardan iborat va nega aynan bu gigant qamish ekilyapti? 2000 gektar maydonga bugungi kungacha ekildi. Tutish darajasi qancha uni? Masalan, aytingiz hozir 90%. 90%. Demak, bu ham saksovul foyda 35 bo'ladigan bo'lsa, u 90%. Yo'q, saksovul 35% deb aytish noto'g'ri. Saksovul 35 dedingiz, ya'ni saksovul o'rtacha sho'rlangan maydonlarda saksovul yaxshi o'sadi. Bugungi kunga kelib olimlarimizda tajribalar juda yetarli deb ayta olamiz. Agar kimdir masalan olimlardan savol javob o'rmon xo'jaligi ilmiy tadqiqot institutiga borsa, olimlardan to'laqonli javob ola oladi. Bizga ham ozgina javob bering. Nima uchun aynan gigant qamishda to'xtalildi? Chunki meni bilishimcha qamish suvli joylarda o'sadi-da. Hozir mana shu cho'lga qamishni ekilishi qay darajada to'g'ri va qay darajada o'zini oqlaydi? O'sadimi suvsiz joyda ham? Joyda ham o'sadi. Agar ruxsat bersangiz, o'sha joyda amaliyotchilar bilan bo'lgan suhbatda mazmunini aytib bermoqchi edim. Darhaqiqat bu o'simlik kerak ekan u yerda. To'g'ri, buni nima uchun? Agar bir ozgina yaqin tarixga qaraydigan bo'lsak, o'sha 17-18-yillarda birinchi o'sha saksovullarni ekish jarayonlarida Orol tubiga, qurigan tubida qamich devorlar qilingan edi. U nimaga qilingan edi? Chunki o'sha cho'lda bo'ladigan nima deydi, shamollar oqibatida qumlarni to'xtatib qolish uchun qilingan edi. To'siq vazifasini o'tagan edi. Bugungi kelib mana juda ham to'g'ri aytyaptilar. Har qanday tajriba, har qanday ilmiy yondashuv u yerda kerak. Chunki Orol qum analogi yo'q boshqa yoqda, boshqa joyda. Chunki Orolni suvini chekinishi juda ham tez. Tez anaqa nima deydi, chekinyapti suv va uni tubida juda ham katta, boya aytgandek, botqoqlik, o'sha gips, boshqa mineral anaqalar moddalar ko'payib va bugun o'sha bu qamichi o'sha yerda nima deydi, o'sib qolishi ham bu ekilgan boshqa turdagi daraxtlarni yana ham saqlab qolishga yordam beradi. Hozir siz nega bir boshqacha reaksiya bildiryapsiz? Qo'shimcha fikringiz bormi yoki qarshi? Men o'zim Mo'ynoqda tug'ilganman-da, Mo'ynoqliman. Suv qamishlarni ko'rib o'sganmiz endi kichkinaligimizda. Suv yuzida bo'lishi va hozir suv zonasida, masalan, o'sha Orolni hozirgi joyida ekilayotganligini tasdiqlab berganini xursand bo'ldim, chunki men o'zim ko'rib o'sganman. O'sha bizada to'siqlar deyiladi, o'sha qamishdan qilingan to'siqlarni qumlarni ushlab turishga, o'sha shon to'zonlarni ushlab turishga xizmat qilgan. Lekin hozirgi
paytda bu strategiya sifatida suvni yuzida ushlab qolayotganlar va orolni o'zi jag'asidan qaytib ketayotganligini ko'ryapmiz va buni strategik loyiha ekanligini tasdiqlab berayotganini hozir bilyapman va men uchun bu yangilik bo'ldi o'zimni ilmiy Albatta, ishimga ko'rsatuvimizda kelgan. bu tajriba bu hali nima deydi test rejimida bo'lyapti. Chunki o'sha birinchi ekilgan o'sha to'siq qilib ekilgan paytdagi holat bilan hozirgi holatni taqqoslash imkoniyatiga ega bo'lgan bir xodim sifatida, deputat sifatida shuni fikrni ayta oldim. Albatta, rahmat. Shu o'rinda bir savol bermoqchi edim. Men xususan oddiygina o'zimizda fuqarolarimiz, ya'ni xalq orasida yurgan ijodkorlarimizga. Bobur aka, assalomu alaykum. Kamida bir 20 yildan beri aynan mana shu muammo dolzarb ko'tarilyapti va bong urilyapti. Lekin bu yerda biz ajratib olishimiz kerak. Ya'ni fuqarolar pozitsiyasini hamda olimlarni, ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanayotgan insonlarni. Fuqarolar pozitsiyasida biz avvaliga targ'ibot qildik, suvni tejang, uni ishlatavermang, uni behuda sug'orishlarga yubormang yoki shu kabi tarzda turli xil targ'ibot qildik. Lekin bu o'zini samarasini biz kutgan darajada bermadi. Va bugungi kunda oldimizda bir dolzarb savol turibdi. Yana nima qilishimiz kerak? Assalomu alaykum. Mutaxassislarga katta rahmat aytaman va bu muammo siz aytganchalik 20 yil emas, men masalan esimni tanibmanki, shu Orol muammosi bor. Men Buxoroda katta bo'lganman. O'sha changlarni yutgan bo'laman. O'sha sho'rlarni ko'rgan bo'laman. Keyin o'sha Qoraqalpog'istonda har safar borganimda yig'lab qaytganman-da, chunki yo'llardagi o'sha changlarni ichida yurganmiz, og'zi burnimiz qum bilan to'lgan joylarni ko'rganmiz. O'sha Orol bo'yiga borganda yo'lni o'zi yo'q edi. Sakrab mashinalarda borgan paytlarimiz bo'lgan edi o'sha yerdagi odamlardan xabar olish uchun. Va keyinchalik ana shu ayniqsa keyingi oxirgi 10 yillikda men shaxsan o'zim guvohman, ko'ryapman, ana qizimiz ham aytayaptilar ekan. U yerda ancha o'zgarish bor. Daraxtlar endi buni xalq ham ko'rib turibdi, ekilyapti. Odamlar o'sha yerda aynan aniq vazifalar qo'yilib, o'sha Mo'ynoqni hozir go'zallashganini ko'ryapmiz. Bo'zatov festivallarini hammasi ko'ryapmiz. Bo'zatovdagi o'rmon sifat joylarini shaxsan o'zim ko'rganman, ijtimoiy tarmoqlarga joylaganman va misol sifatida aytaman, to'g'ri davlat o'zini ishini qilyapti, tashkilotlar o'zini ishini qilyapti, blogerlar bong urishyapti va boshqa-ku odamzodni o'ziga ham bog'liq. Infrastruktura u faqat daraxt ekish bilan emas, u yerdagi yo'llarni yaxshilanishi, xalqning kayfiyatini yaxshilanishi, hokazo. Chunki o'sha xalqning duosida ham gap ko'p-da. Albatta. Sekin o'sha joylar yaxshilanyapti. U ham vatanimiz bir bo'lagi, meni juda quvontiradi. Rahmat va bizni bir tinglovchi tomoshabinimiz bor ekanlar. Bular bizni doim ko'rsatuvimizni ko'rib borar ekanlar. Samarqanddan keldingiz. Dilbar opa, xush kelibsiz. O'zingiz ham adashmasak ekologiya sohasida faoliyat olib borasiz, a? Nima turtki bo'ldi sizni aynan yangi hayot ko'rsatuviga olib kelishga va kelishingizga? Men avvalambor sizlarning ko'rsatuvlaringiz to'g'risida qisqachagina to'xtalayin. Men yangi hayotni ijtimoiy tarmoqlardan ham sizlarni ko'raman. Har safar suv bo'yicha muammolarni olib chiqasizlar, nima yashillik bo'yicha, o'rmon bo'yicha muammolar, ba'zilarida yig'lagan paytlarim bor. Chunki o'zimiz xalq, biz yashayotgan makonda o'zimizni, joyimizni buni xonadon deyishimiz mumkin. O'z xonadonimizni o'zimiz asrashga harakat qilmasak, o'zimiz tozalashga harakat qilmasak, chetdan kelib birov qilib bermaydi. Sizlar mana mutaxassislarimiz Bobur aka juda ham bir yaxshi gaplarni aytdilaringiz Orol bo'yicha. Orol haqiqatan ham 1960-yildan chekina boshlagan. Lekin Orol ilgaridan qandaydir o'zining sathini pasaytirib, yana to'lish imkoniga ega bo'lgan dengiz hisoblanadi. Qanchalar yig'lamaylik, qanchalar nima qilmaylik, o'sha Orol chekingan paytda Mo'ynoq aholisining juda ham nimasini, ko'nglidagi juda katta tashvishni hurmatli rejissyorlarimiz juda chiroyli kino ishlab chiqqan, Qayta Orol deb. 60,000 kvadrat kilometrli Orol qum paydo bo'ldi. U faqatgina qum emasda, u tuz va boshqa o'sha suvdagi minerallashib qotib qolgan inson organizmi uchun o'ta zaharli u yerda changlar bor. Shunday ekan, hurmatli meni ko'rib turgan tinglovchilar, hurmatli mana bu yerda auditoriyadagi o'tirgan mutaxassislar, endi hammamizni jon kuydirib aytayotganimiz haqiqatan ham
endi orolni bugun o'ziga qaytarmasak ham yashillikka hozir hamma kuchimizni yashillikka safarbar qaratishimiz etishimiz kerak. kerak. Albatta, rahmat. Juda ham to'g'ri aytdingiz. Xususan mana mutaxassislarimizda marhamat fikrlar bor. bordi to'g'ri masalani orolni ko'p ko'tarishyapti. Darhaqiqat bu o'sha prezidentimiz 75-assambleyada bu masalani o'sha milliy platformadan xalqaro platformaga olib o'tdilar. Chunki orol o'sha O'zbekiston mamlakatini umuman o'zi O'rta Osiyodagi, dunyodagi muammo sifatida qaralishi mumkin, lekin shu O'zbekistonda iqlim o'zgarishi cho'llanishiga asosiy sabablardan bitta deb bemalol ayta olamiz. Chunki 5,5 million gektarlik cho'l paydo bo'ldi-da bu narsada. Va bizda katta masala bo'lib qoldiki, ya'ni ularni qumlarni, o'sha chang to'zonlarni, o'sha kimyoviy moddalar ko'tarilishini oldini olish masala bo'ldi va buni yechimi oqilona yechim bo'ldi. Buni ko'rdik, tan oldik va bugun buni qo'l ko'tarib ayta olamiz. Endi bitta masalani bilishimiz kerak. Cho'llanish deganda bu faqatgina bitta orol bilan cheklanish emas, balki bugun havo isish darajasi 1-1,5 daraja bo'lib borayotganligi va bilasizmi, bitta ayanchli raqam borki, bir kunda 1 kvadratdan 3 kvadratgacha bo'lgan hudud cho'llanish hududiga kirib boryapti O'zbekistonda. O'zbekistonda. Buni odam bilish kerak. Chunki biz Albatta. mana aytamiz, o'tirgan, kuzatib o'tirgan xalq bilish kerak-da. Bilsinki, kundan kunga shu cho'llanish yaqinlashib kelyapti. Markazga yaqinlashib boryapti, yashil hududlarga. Bu cho'llanish deganda yerni degradatsiyasini tushunamizmi? Ya'ni u yerga Albatta, hech narsa hozir bu narsa izohlab beraman cho'llanish nimaligini. Bu degani yiliga 1000 kilometr deganida, tasavvur qilasizmi? Bu yiliga biz 1000 kilometr o'z imkoniyatlarimizni yo'qotib boramiz. Bu nafaqat inson yashashi, yashillik va bu oziq-ovqat xavfsizligiga ham katta xavf tug'dirib boradi. Bilasizmi, o'zi cho'llanishda aslida nima deyiladi? Shu cho'llanishda o'sha yerni yaroqsiz holati, o'zi tuproqni bostirib kirilishi deyiladi, lekin O'zbekistonda cho'llanish boshqacha tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni bu o'sha bosqichma-bosqich yerni degradatsiyaga uchrashi, yaroqsizlanishi, sho'rlanishi, shamol suv eroziyalari, masalan, suvlarning sho'rlanishi yoki shamollarda o'sha tuprog'i unumdor qatlamlarni quritib yuborib, uchirib yuborishlari, bu hammasi yaroqsiz holga olib kelib boradi. Bu mana endi fakt shuni olib kelyaptiki, bizga demak o'z-o'zidan ko'rib turibdiki, bizda imkoniyat cheklanib boryapti. Uni ustiga suv tanqisligi bilib turibsizlar muammo. Chunki O'zbekistonda demak 20% ga yaqin suv o'zimizda shakllanadigan bo'lsa, shu muzliklar orqali 80% tashqaridan kirib keladi masalan. Mana biz yaqinda bir masalani ko'targanda o'sha transchegaraviy masalalarda, qo'shni davlatlarda yoki Serios ko'li deyiladi, boshqa masalalarda ko'tarilishi mumkin, lekin u ham O'zbekistondagi suv, ayniqsa demak sug'orish masalalarini, qishloq xo'jaligi muammolarini hal qilmaydi. Chunki O'zbekistonda bir yilda demak 60 million kub suvga ehtiyoj bor. Buni bilishimiz kerak hammamiz. Lekin bugun biz yetkazib bera olayotganimiz 50-52 million kub. Demak bizda 8 million kub suv yetishmovchiligi bor. 90-91% qishloq xo'jaligiga ketiladi. 2-3 million kub faqat ichimlik suvga yaroqli. Biz demak tashqaridan kutishimiz iloji yo'q. Faqatgina ichki muammo, ichki masalada tejash orqaligina erisha olamiz. Tejash orqali. Buni katta qilib yozib qo'yish kerak edi. Suv tekin emas. Biz suv muammosini faqat tejash orqali erisha olamiz. Tejash. Albatta, juda ham to'g'ri aytdingiz. Xususan bu ishni biz bir gapni, bir jumlani aytdingiz, e'tibor qaratdim. Ya'ni biz uchun bu oddiy so'z, kundalik so'z, doimiy ravishda aytiladigan so'z sifatida qolib ketdi va singib boryapti. Lekin buni davom etsak singadi baribir degan umidni bildirdingiz. Lekin shu o'rinda muallim ham ekologimizga murojaat etmoqchiman. Mana yoshlarni aynan mana shu ekologik madaniyatni shakllantirish ruhida tarbiyalash uchun nimaga e'tibor berishimiz kerak? Masalan, ta'sirchan choralari bormi? Standart darajasiga aylanib qolmaslik kerakda. Bu masalan boyagi odatiy hol bo'ldi. Shuni hozir darslikdagini bolalarga o'qitiramiz. Bu narsani nima tejash kerak, qadrlash kerak deyiladi. Oddiy gapni aytish bilan aytishda ham farqi bor-da. Masalan, meni sinfim bu yil 5-sinfga o'tdi. Men boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. 1-sinfdan 4-sinfgacha asosiy kasbim. Har doim nima tabiiy fanlar darsida tabiat o'rgatamiz-ki, endi tabiatni juda ham yaxshi fan hisoblanadi. Oldingi tabiatshunoslikka nisbatan tabiiy fanlar yaxshi berilgan. Uning ichida ayniqsa suv mavzusiga kelganda, opa hozir gapirayotganda ko'ziga yosh oldi. To'g'risi, men ham tiqilib qoldim aytingga bir narsa, chunki asl muammoni his qilgan odam bu narsani o'zidan o'tkazadi, yuragidan o'tkazadi. Ko'ziga yosh oldi, men ham yomon bo'lib qoldim hozir.
o'quvchilarimga harakat qilaman. Sinfimizdagi gullar endi ekologik burchak qilganmiz. Bir 100 tadan ortiq gulim bor sinfda. O'zim sinfim bilganda videoga olib kelardim. Qancha suv quyish kerakligi, masalan 3 kunda bir stakan qilib berganman. Har biriga qancha tuvagi kattaroq bo'lsa qancha, tuvagi kichkinaroq bo'lsa qancha suv quyish. O'quvchilarim shu narsani biladi va shu narsani o'zlari davom ettirishyapti. Ta'sirchanligi og'rig'i, masalan oddiy sigaret pachkasini olsangiz ustida juda ham xunuk kasalliklar rasmini ko'rsatib qo'yilgan. Odam sigaretni sotib olsa chekadiganlar bir seskanib ketadi uni olib. Shunchalik zararmikan deb. Suvni ham shunaqa og'riqli darajada ko'rsatish kerak. 20% bu 38 million aholi yashaydigan davlat uchun juda ham kam hisoblanadi. Mirfayz, sizga murojaat qilmoqchimiz. Mana bugun ekspertlar orasida eng yosh, siz ham ekologsiz va bugungi kunda yoshlar o'rtasida mana shu madaniyatni qay darajada biz ko'rishimiz mumkin? Haqiqatdan ham yosh kattalar o'ylanyapti, chunki bu jarayonni bevosita kuzatayotgan hozir. Mana shu jarayonni ustida ish olib borayotgan ekspertlarimiz yig'ilgan. Lekin ko'chada boshqa soha vakillari bor, bu yoshlar bor. Ular qanday munosabat bildirishyapti? Mayli, o'zimizga yetsa bo'ldi, kelajaklar o'ylab nima qilamiz degan fikr ham bor-da hozir yoshlar orasida. Hozirda o'zimning tengdoshlarim doirasida gapiradigan bo'lsam, juda ham ko'p yoshlar suvni tejash bo'yicha oddiy ma'lumotlarga ega emas. Va bu uchun biza har bittamiz hozir ijtimoiy tarmoqlarda targ'ibot ishlarini amalga oshirish haqida gap ketdi. Bu juda ham foydali yo'l deb o'ylayman. Oddiy misol, o'zim ham ijtimoiy tarmoqda o'zim sahifamni yuritaman va yaqinda bitta ijtimoiy so'rovnoma o'tkazdik aholimizdan. Aynan suvni tejash bo'yicha, suvni ishlatish bo'yicha. Va ushbu so'rovnoma natijalariga ko'ra aholimizning fikri, masalan, ertalab qo'l yuvishda necha litr suv sarflanadi? Oddiy misol. Ba'zilar aytdiki 5 litr, ba'zilar 10 litr dedi. To'g'ri. Masalan, biza bilmaymizki, masalan, ertalab qo'lingizni yuvishda jo'mrakni ochib qo'yamiz, necha litr suv sarflayotganimizni umuman bilmaymiz. Albatta. Hali yuvinish yo'qda tursin, bu faqat qo'lingizni yuvish, ertalab tish yuvish, qo'l yuvish va yuzni yuvish uchun ketadigan suv haqida, hajmi haqida. Bu son bitta statistika o'qib qolgan edim. Daqiqasiga 7 litr suv sarflanadi. Barchaga rahmat, barcha ekspertlarimizga. Bugun shunchaki gap bo'lib qolib ketmasligi kerak mavzuyimiz. Albatta buni ozmi ko'pmi hayotimizda joriy etib, eshitmaganlarga, ko'rmaganlarga aytsak, menimcha natijaga ozmi ko'pmi erishamiz. Jahon tajribasi shuni ko'rsatyaptiki, eko barqarorlikni ta'minlashning eng to'g'ri va eshchil yo'li bu mana shu bugungi zamonaviy texnologiyalarni joriy etish. Insonni aynan ekologik madaniyatini rivojlantirish va tabiatga bo'lgan munosabatini o'zgartirish orqaligina erishish mumkin ekan. Albatta biz ham jamiyatimizda aynan bugungi kundagi tabiatdagi holat, suv tanqislik holatlari, umuman chang bo'ronlar ko'tarilayotgan, ekologiyaning ba'zi bir hududlarda og'irlashayotganligini hisobga olib, har bir inson o'zida mas'uliyatni his etgan holda yashaydigan bo'lsagina biz mana shu bizni kutishi mumkin bo'lgan balo bilan kurasha olar ekanmiz. To'g'ri aytasiz. Siz Sevimli telekanalda Yangi hayot ijtimoiy siyosiy tok-shousini tomosha qildingiz. Ertaga ro'parasi 16:00 da Sevimli telekanali orqali ko'rishguncha siz bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Xayr.